Siz karta pobiga topshirgansiz, lekin ancha vaqtdan beri cho'zilyaptimi ishingiz? Ishingiz qanaqa ketayotganini bilmayapsizmi? Siz bemalol buni tekshirishingiz mumkin. Siz o'zingiz topshirgan ujrontni bilishingiz kerak birinchi navbatda va o'sha ujrontga bironta polskini biladigan tanishingiz orqali telefon qilib ham so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun sizga главныйsi kerak bo'ladigan sizni delo nomeringiz. Agar delo nomeringiz bo'lmaydigan bo'lsa, PESEL raqamingiz va pasport daniylaringizni o'zi bilan ham murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ujrontlarda asosan ruscha, inglizcha yoki polskida gapiradigan operatorlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Faqat no tarafi ozgina kutishingizga to'g'ri keladi. Chunki talablar juda ko'p. U yoqda odamlar ko'p telefon qiladi. Siz ko'proq kutib qolishingiz mumkin bo'ladi. Lekin buning uchun qat'iyadir to'lov qilishingiz shart emas. Faqatgina polskini biladigan biron tanishingiz orqali gaplashsangiz agar yoki o'z polskini bilsangiz, bemalol telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar yana qanaqadir informatsiyalar bilishni xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga ko'proq foydali videolar qilishga harakat qilamiz.